Demak, hammaga assalomu alaykum. Bermoqchi bo'lgan savolim, qachon oxirgi marta o'zingizlar tabiatga chiqdinglar? Qachon oxirgi marta uydagilar bilan tabiatga chiqdinglar? Qachon oxirgi marta do'stlar bilan, qachon oxirgi marta kollegalar bilan, hamkasblar bilan tabiatga chiqdinglar? Chiqinglar, kerak bo'lgan narsa. Tabiatni his qilasizlar, yashilkalaringni his qilasizlar. Mana ish, o'qish tugamaydi. Mana bunaqa narsalarni his qilish kerak. Fokus ololmayapti, endi iPhone'im sal uzrasizlar. Mana shunaqa narsalarni his qilish kerak. Hayotda his qilish kerak bo'lgan juda ham ko'p hislar bor va men bilishim bo'yicha shu tabiat qo'ynida toza havoni hidlaganda keladigan his tuyg'uchalik kayf beradigan his emas. Ya'ni his unaqa his yo'q hech qayerda. Даже sevgi ham his tuyg'ular orasida eng kerakli bo'lgani mana shunaqa his deb o'ylayman. O'ylab qoldim hozirgina. Keyin video davomida yana bitta narsa aytishim kerak edi. Bu video просто o'zim uchun olinyapti emas, sizlarga ham qanaqadir o'zimni fikrimni berish uchun olyapman. Momentlarni qadrlashni o'rganish kerak odam. Misol uchun 1 yil oldin men hech narsani qadrlamasdim, 1 yil oldin shukr qilmasdim yashayotgan kunlarimga va hozir o'sha momentlarni qaytib qolsa edi deb eslab o'tiraman. Va aynan hozirgi momentim zerikarlidek ko'rinyapti o'zimga va men javob beraman 1 yildan keyin mana shu momentimni eslayman deb. 1 yil oldin aytardim, vay zerikarli, qachon shu IELTS olar ekanmizda, qiziqarli hayotga o'targanmiz deb. Hozir qaniydi o'sha IELTS o'rganayotgan paytlarimga qaytib qolsam-da, o'sha qiziqarli hayotimni yashasam deyman, chunki o'sha moment o'sha men uchun qiziqarliga aylandi. Demak, vaqt o'tdi oradan, vaqt o'sha momentlarni qiymatli qilib qo'ydi. Va aynan hozirgi IELTS ga tayyorlanish jarayonim ham, hozirgi IELTS ga tayyorlanib yurgan kunlarim ham zerikarli men uchun ayni damda. Va bilaman 1 yildan keyin mana shu momentni ham sog'inaman. Demak, nima qilyapman? Xato qilyapman. Demak, men aslida yashashim kerak bo'lgan. Ya'ni 1 yildan keyin mana shu momentga qaytib kelib yashasam edi, qaniydi o'sha momentda yashab olsam edi, mazza qilib yashardim deb o'zimga-o'zim afsuslanib o'tiraman-ku. Qaniydi qaytsam edi degan xohishimni Alloh menga berdi. Mana men hozir o'sha yerdaman. Hozir o'sha 1 yildan keyingi afsuslanib o'tirgan Ma'ruf xohlagan hayotda men hozir yashayapman. Va o'sha momentda qilib olishim mumkin bo'lgan hamma ishlarni qilib olyapman. Hamma hislarni his qilib olyapman. Zerikarli emas hayot, chiroyli hayot. O'zgartirish kerakmi-da? Lekin nolish kerakmi? Yo'q. Yaxshilikka harakat qilish kerak. Yasharish kerak, boriga shukr qilman. Odam sevishni o'rganish kerak, ishini, o'zini. Bu aniq aqlli gaplarni yig'indisi bo'lib ketyapti, lekin haqiqatan ichimda shu paytgacha kelgan xulosalarni men birin-ketin aytib kelyapman. Odam sevishni o'rganish kerak, sevilishni ham. Yolg'iz kayf qilishni o'rganish kerak, momentni yaxshi ko'rishni, momentni qadrlashni o'rganish kerak. Chunki hammasi vaqtincha, hammasi butun umrga berilgan narsa emas. Men hozir yoshman, misol uchun shu yoqqacha o'zim chiqdim oyog'im bilan. Chunki bu menga qiyinchilik tug'dirmadi va men balki 5 yildan keyin, yo'q, balki 15 yildan keyin qaniydi shunaqa joylarga o'zim oyog'im bilan chiqa olsam deb o'tirarman uyda. Qarichilikni gashtidan, endi qarichilik bo'lmaydi-ku 15 yildan keyin. Qarib qo'ygan paytim, mana shu momentni ham sog'inaman-da. Va o'shanda aytaman, qaniydi o'sha 18 yoshli Ma'rufga qaytib qolsam-da, mazza qilsam hamma narsadan. Mazza qilib bironta narsaga nolimasdan yashagan bo'lardim, deyman. Bilaman bu narsani. O'shandagi qaniydi deb men o'sha qaniydi xudo 18 yoshli Ma'rufga qaytarib qo'y deganda berilmaydigan imkoniyat bor-ku. O'sha imkoniyatni berdi menga. Mana 18 yoshga men qaytdim, mana 18 yoshda yashayapman hozir. Buni kayf qilib yashashim kerak. Sizda ham xuddi shunaqa. Bu narsani yaqinda Instagramdan ko'rib qoldim. Ya'ni tasavvur qilinglar, 10 yildan keyin o'zlaringni eng yomon ko'rgan versiyalaringdasizlar. O'zlaring eng yomon ko'rgan ishda, o'zlaring eng yomon ko'rgan universitetda o'qigansizlar yoki umuman o'qishga kira olmagansizlar va aytyapsizlar, 10 yil oldinga qaytib qolsam edi, hammasi boshqacha bo'lardi. Hamma narsani boshqacha qilardim, hamma narsani boshqacha qilardim deysizlar-da, o'shanda Xudoga yalinasizlar. Lekin o'shanda sizlarga moment berilmaydi, bilasizlarmi? O'zi kech bo'ladi. Va preking o'sha 10 yildan keyin afsuslanib o'tiradigan holatinglardagi xohishinglarni Alloh sizlarga berdi. Mana hozir o'sha yoshlik paytlaringga qaytdinglar. Hozir mana 18 yoshsizlar yoki 16 yoshsan yoki 19 yoki 22 yoshsan. 10 yildan keyingi seni eng yomon ko'rgan versiyang afsuslanib o'tirganda va Xudodan so'radi-da, iltimos 10 yil orqaga qaytarman, hammasini boshqacha qilaman, men yaxshiroq hayot quraman, men ertalab vaqtli turaman, men o'sha o'qishimni qilaman, men darsga boraman dedi. Va Xudo nima qildi bilasizlarmi? Xo'p dedi. Senga bitta imkoniyat beraman dedi.
va ana o'sha imkoniyat hozirlarni qo'llaringda. Demak, har bitta momentni yashaylik, nolimaylik va olinishi mumkin bo'lgan hamma foydani olaylik hozir yashayotgan vaziyatlardan, yashayotgan hayotinglardan. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Bugun Xudo xolasa 21-mart, Navruz 2026-yil. Meni ham kutib qolishdi. Endi boraman. Video olishim kelmadim. Bundan bir yarim soatcha oldin o'sha mazza qilib olib bo'ldim. Endi video olib qaytaryapman sizlarga. Rahmat hammanglarga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Charchamanglar.